Assalomu alaykum bizning YouTube kanalimizni kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan 12 yoshli qizlar uchun primoy ko'ylakni oson usulda bichilishini ko'rsatib beraman. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Oldinda sizni juda ham zo'r yangiliklar kutmoqda. To'g'ri chiziq chizib olamiz. Hozir bu chizganim oldiga ham bo'ladi, orqasiga ham bo'ladi. Andazani 12 yoshlik qizga chizaman. 12 yoshlik qizda hali figuralari ajralmagan, shuning uchun orqasi bilan oldini baravarga chizsak bo'laveradi. Qizlar qaranglar, hozir asosiy joylarini qo'yib olaman va ko'rsataman. Birinchi mana tepadan pastga qarab biza proyma uzunligini klientni o'zidan o'lchab olamiz. Proyma uzunligini o'lchab oldim. Proyma uzunligi 20. Bel uzunligi 35. Mana 35 qo'yib olaman. Beldan pastga buksa qismiga 20 sm tushib olaman. 35 dan 20 sm tushib olsak 55 bo'ladi. Mana 55 qo'yib oldim. Endi qaranglar, mana bu yerda umumiy yelka kengligini qo'yib olamiz. Bizda umumiy yelka kengligi 33, 34 qilib olamizda, 2 ga bo'lganimizda 17. Ko'krak aylanasi bizda 77, 78 qilib olamiz. 19,5 bo'ladi. Mana 19,5 mi? 19,5 qo'yib olamiz. 2 sm qo'yib olamiz. 20, 21,5. Sirazi kengligini qo'yib yubordim 2 sm. Bel aylanasi 72, 20 sm. Buksa aylanasi bizda 86. To'rga bo'lganimizda 22, 21,5 bo'ladi, lekin 22 qilib olsak 2 sm bilan 24 sm yilab olamiz. Buni buksa qismi, bu esa ko'ylakning etak qismi. Endi bizda qoldi proyma qismi. Proyma qismi mana shu umumiy yelka kengligini pastga tushirib olamiz. Qaranglar, yelka qiyilik oldi tarafdan 2,5, orqa tarafdan 2 tushsak bo'ladi. Balansni to'g'rilashga. Oldidan orqasiga 2 sm tashladim. Buni hozir bichishda yana ko'rsatib boraman. Mana endi oldi fasoni yopiqroq bo'ladi. 13 sm ochamiz. 13 sm olamiz. Endi hozir orqa tarafini chizamiz. Proymani mana bu ko'ylagimiz orqa tarafi. Har doim bizda orqa kenglik oldiga nisbatan kattaroq bo'ladi. Endi oldi kenglik uchun ozgina kirilgan holatida chizamiz. Mana. Mana bu oldi, mana bu orqasi. Endi buni qirqib matoga qo'yib bichib olamiz. Oldi yelka orqaga nisbatan sal ko'proq tushadi. Chunki ko'ylak orqaga tortib ketmaydi shunda. Yeng uzunligimiz 58 sm. 58 belgilab oldik. Endi to'g'ri chiziqni chizib olamiz. Hozir yengni biz 2 buklovda bichamiz. Tepa qismidan bilak aylanasi bizda 24 sm, tepada bilakni eng yo'g'on qismi 24 sm. Shuni 2 ga bo'laman. 12. Mana shu 12 ni belgilab olaman.
Mana shu yerdan to'g'ri chiziq chizib olaman. Endi bizda bu 12 bo'ldi. Yeng bilak aylanasi 24 sm. Unga 4 sm qo'shamiz, 28. 28 2 ga bo'lsak 14. Matoyimiz barxit matosi bo'lganligi uchun 4 sm dabavka yetadi. Chunki matoyimiz cho'ziluvchi. Agar mato cho'ziluvchan bo'lmasa, turmas 6-8 qo'shishingiz ham mumkin. Bu klientning xohishiga qarab. Endi eng oson yeng chiqarish usullaridan mana shu yengni tomi bilan yengni akatini tugagan nuqtasini to'g'ri chiziq chizib olamiz. Bizda 18, 2 ga bo'lsak 9, 9 ni yana 2 ga bo'lamiz, 4,5 4,5. Tepa qismidan 1-2 sm tepaga chiqamiz. Pastki qismidan 1-2 sm pastga tushamiz. Endi mana shu qismni xohlang lineykada, xohlang na glas chizib olsangiz bo'ladi. Mana bu nuqtaga kelamiz, bu nuqtadan pastga tushamiz. Mana bizning yengimizni tepa qismi tayyor. Endi etak qismini har doim bilak aylanasini o'lchaymiz. Bilak aylanasidan kelib chiqib qo'yiladi. Hozir men 10 sm qo'yaman. Yetadi. Shu 10 sm bilan yengimiz tugagan nuqtasini birlashtirib olamiz. Mana bizda yengi tayyor. Yengini bichayotgan mahalda yengini oldi tarafini ozgina mana shu qismini o'yib olamiz. Bizda 2 metr. 2 metrni mana shunday to'g'ri bukib oldim. Bu bizning ko'ylagimizning eniga yetadi. Mana bu yon qismidan esa bitta igna tepadan, bitta igna lozima chetidan olamiz. Endi bichib olgan andazamizni qo'yib olamiz. Andazani qo'yib oldik. Bizning ko'ylak uzunligimiz 83 sm. Mana 83. 4 sm qo'shib olamiz chok haqqiga 87. Mana shu 87 ni uzunligini chizib olamiz. Mana bu yerdan bu ham oldi ham orqasi bo'lganligi uchun faqat orqa qismini o'yamiz. 2 sm, 1 sm chokka tashlab qirqamiz. Necha santimetr chok tiksangiz, shunga qarab chok haqqi olasiz. Mana ham orqasi ham oldi bichildi. Yengni akatini o'lchaymiz. Mana bizda 20 sm. Endi bu yerni o'lchaymiz. Bu yerda ham 20. Mana bu yerdan necha santimetr chok haqqi tashlagan bo'lsak, bu yerga ham xuddi shuncha chok haqqi tashlaymiz. Bu bizda skladkasiz yeng bo'lib o'rnatiladi. Endi andozamizni orqa qismini olib tashlaymizda, oldi qismini o'zgaruvchan joylarini to'g'rilab qo'yamiz. O'zgaruvchan joylari bizda oldi fasoni yelka qiyaligi, old kengligi. Mana bizda oldi, orqasi tayyor. Endi yengni olamiz. Mana bu yeng qismi. Matoni qo'yganimizda tukiga ham qarab olamiz. Tuki tepaga qarab silliq bo'lishi kerak. Shunda tepani ko'tarib ko'rganingizda to'q ko'rinadi. Uzunligi bizda 92. Hozir bizda 99 sm ekan, bo'ldi, yetadi. Lozim kengligi bizda buksa aylanasi 86. 86 ni 4 ga bo'lamiz.
22 chiqadi. 21,5 chiqadi. 22 qilib olamiz. Shu 22 ga 10 cm har doim buksa aylanasini to'rtga bo'lib 10 cm qo'yganimizda lozimni og'i bilan qancha kiyilishiga to'g'ri keladi. 25 qilib olamiz. Lozim og'ini. Endi kengligi bizada buksa aylanasini to'rtga bo'lganimizda 22 ga 10 cm qo'shamiz. 32. Mana shu 32 bemalol to'g'ri keladi. 32 dan ichkariga qarab 4 cm belgilab olamiz. Mana shu burchakka og'ini chizib olamiz mana. Endi lozimmi etagi bu ham xohishga qarab. Hozir biz 18 qildim. Tayyorini chok haqqa tashlaymiz. Mana shu qismdan 18 belgilagan joyimizgacha to'g'ri qilib chizib kelamiz. Oldi tarafidan 2-3 cm olib tashlasak bo'ladi. Tikilganda orqa tarafi sal balandroq turadi, kiyganda udobni bo'ladi.